qachonmi yotishligini qaranglar. Jonim mani. Adasi tushlarida o'g'il ko'ribdi. Bizani 3-farzandimiz, lekin qo'limizga tegadigan birinchisi. Xudo xolasa oyisi. Xullas oyijonlar biz 14 haftalikmiz, oyisiga aytishibdiki, suvlaringiz xiradi. Lecheniya olishingiz kerak deb aytishibdi. Bitta narsa esingizdan chiqmasin. Taxminan 17 haftagacha bo'landa suvni xiraligi deyarli mutlaq uchramaydi. Sizlar 10 marta shamollamaysizlarmi? Agar qonab ketsa suv xira bo'ladi. Qonab ketmaguncha bo'lmaydi. Har xil infeksiyalardan xiralanishlar bo'lmaydi. Undan tashqari oyisi aytibdi, mana bitim og'riyapti, boldirim bitim og'riyapti deyaptilar. Bu vitamin D yetishmasa, mana shu boldiringlar og'riydi mana shu yerda, mishchalari. Shuni bilib qo'yinglar, vitamin D ichinglar.